Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga eng xisli, eng mehribon va eng sadoqatli burch qisqichbaqa burchi haqida gapirib beraman. Bu burch vakillari 21-iyundan 22-iyulgacha tug'ilgan bo'lib, suv unsuri ostida dunyoga kelishadi. Ularning qalbi dengiz kabi chuqur, tinch va sirlidir. Qisqichbaqalar juda nozik, ichki dunyosi boy va muhabbatni yurakdan his qiladigan insonlardir. Ular uchun eng muhim narsa yaqinlarining baxti, mehr va tinchligidir. Ular ba'zan jim, ba'zan g'amgin ko'rinishadi, lekin yuraklarida hech qachon yomonlik yo'q. Bu burch vakillari sevgan insoniga sadoqat bilan bog'lanadi. G'amxo'rlikni har bir so'zida va harakatida ko'rsatadi. Agar qisqichbaqa sizni sevsin, biling, bu sevgi umrboqiy bo'ladi. Ular oilani, bolalarni va quvonchli muhitni juda qadrlashadi. Yaxshi, esda tuting. Qisqichbaqa o'zini emas, boshqalarni baxtli qilishni afzal ko'radi. Qisqichbaqalar uchun har bir narsa yurak bilan his qilinadi. Muhabbat, do'stlik, ayriliq ham. Ularning qalbi oson sinadi, lekin yana shu yurak eng go'zal sevgini his qila oladi. Shuning uchun